5 ta kasbga $300 juda ham kichik summa. Juda kichik summa. Ba'zi birlar aytadi, menda hozir sharoit yo'q, pul yo'q, boshqa narsa yo'q deb. Qizlar, men 500 ming so'mga Namangandan Toshkentga kelib dars o'rganganman, harakat qilganman. Va kunlarim eslasam, ishoninglar, hozir ham yig'i keladi. Даже obetimni qilgani pulim bo'lmagan o'qish paytimda. Obetimni qilgani pulim bo'lmagan. Bir batafsil bu haqda ham aytib beraman, chunki o'sha kunlarimni eslasam hozir ham ko'zimga yosh keladi. Har bir mashaqqat ortida yengilchilik bor degan narsani ishonganman. Ba'zi birlar men kursni bunaqa kelishtirib bering, pulim yo'q, nima qilsam bo'ladi, shundoqqa o'qitib bera olasizmi dedi-da. Xo'p, o'qitib berdim ham deylik. Men mana shunaqa ish ham qilib ko'rganman, chunki baribir hamma ilm ehsoni bor, zakoti bor, boshqa narsa deb. Tekinga o'rganilgan narsani qiymati bo'lmaydi-da. Men ko'p qizlarda guvoh bo'lganman. Harakat qilib, sarflab, qiynalib o'rgansangiz, ishoning, mazasi zo'r bo'ladi. Men boshida